Mushu bizning uydagilar uy bezayotganda jangsho qilayotgan. Bir kuni dadam inimga telefon qilib debdi-ku. "Ha balam, ma chiniqish o'rinlarida menda bir tanishlarimiz boshlab kelgina." Debdi-da dadam meliq chiniqish sotadiganlar demakchi hamda uyga bosadiganga menda bir ping-fanglab qanchalik ketadi shuni hisoblag'il demakchi-ki, inim otaydan bir chiniqish o'rnidiki erkin mushlash chog'inisini boshlab ketdi. Bir kuni nayt oldirash ketpasam bizning ma'limiz tetiqsiz gap qildigan bir akamiz vardı. To'sib oldim deb. Cho'ng odamning oldidan to'g'ri o'tamidim-da. Aka desam, "Ha, makila, sana bir gapim bor." Dedi aka. "Anglasam sen yumur so'zlaydigansan-ku, ha. Mutallibjon qovuldi sen misin yumurchi deydigan. Unda bo'lsa, menga bo'lgan bu yumurdan birini dapirib ket, ha." Dedi aka, "Men bek jiddiy mangda, bu yumur degani bu bir odamga degin olmaydi buni. Ayrim bir kun dapirayman sizga." "Ha, unda sen demagandikan, men sana yumur dapiray, ha." Dedi, "Oldirab turma, amal yo'q, ma'qul dedim-da. Mushu, kona yumurdan birini dapiray, ha. Burun, shundan bir 50 yil ilgari bir odam borganda." Dedi, "Ha, shu odamcho hozirim borga." Dahshatga chiqim keldi lekin. O'lib qolar shu odam deb qo'yib ketdim-da. Endi mening uyim Qo'shrabda emasmi? Yakanninki Qo'shrab degan yizidamdi. 100 kilometr keldi Noy bozordan. Bu biz yizdamda asosan terilg'u yalami az, mal charvini jiqraq biqvolimiz hamda. Mal charvalarimizga yaylaq yo'q, yaylaqimi shu ig'il, ashta baqimizda bizning 3 kilovatdi. Shundan bir malchadam toqqa chiqib biqib biray. Dedi, "Ha, bo'ladi" deb 3 yillik kalini bad o'q odamga. Ordan bir yil nayt yaxshi biqib berdi, samirib kelib qoldilar. Kelajilisi, ya'ni shu odamga bad o'q qo'shib qo'ydik mallarga. Shuning bilan bir kuni uyda o'tasak ishni gom urdi. Tushdan keyin bo'lganda. Shuning bilan chiqib ossam bir bola, malchining balisiga bir kolining terisini ko'tarib kelibdi-da, "Aka, kalangla tog'dan tushib ketdi. Ma terisi mana deb ko'stiyda bo'pti endi. Nima qilamiz, nima amal deyishib dadam bilan bo'ldi qildik. Yana bir oyda o'tgan, yana tushdan keyin bo'lgan ishing chekdi bu." Dadamni seyaş deymi, dadam seyaş deydi. Shunda qilib ishni olsak, yiliq bola. Yani terdan birini tutib turdi-da. "Aka, kalanglardan yana birisi tog'dan tushib ketdi." Eng oxirgi bir kalimiz qoldi-ku. Shunlar hey deb g'azab achchiqimiz keldi. Shundan keyin tushdan killa bo'lganda xulim qo'shlar ish cheksim ochmaydigan bo'ldik biz. Shuning bilan yana bir ish qaydaga o'tgan chaqda yana tushdan keyin bo'lgan ishni yaman qattiq urib ketdi. Gom bos tip urib kirgisvayliqining. Ha bu tada bir chiqib baqa dedim, sen chiqdi deb chiqib ishkaylan bil chiqal deb chiqsam, yeliq bola qo'li terim yo'q, yig'lab turdi. "Nima bo'ldi?" desam, "Dadam tog'dan tushib ketib o'lib ketdi." Desam, "Mena dadam qiziq odam." "Ha, unda o'z dadamning terisi qini." Zembilen zeykenni gombang bisvitilde yaman basıttınızdır. Basamaydıgan bulap kaldınız mesela. Zembilen zeykenni vak bisvitimiz ya. Şunun bilenmiş bir kini bir mes bir kavahana kirip işkirim karakını işçipli şunda açık. Kolu telefon edip sakçılar telefon kıptı da. Yakşısı sakçı bendem. Ve kavahana kirip işkirim karak çıkıp okuça. Maşinamның rol, xod, torumuz emmini uğrayıp yaptı qarang. Buldu biz hazırlı barımız. Ordunuz qayada. Bunda o qarayıp buldu. Kem sağlam boğdek. Ben maşinamның keyni orunda çıkıp yaptım hemen. Şunun bilen müşkaypiyatıyla zor bolsun çembereklerge finşan. Zembilen zeykenini basmagan edem bo'lmas. Endi zembilen zeykeni bassak nim paydası vatı nimiz yeni vatı demangla. Zembilen zeykeni qanchacık bassangla hamda bizgi bo'lgan qo'llashni qanchalik ekanligini bilib olamiz birinchidan. Ikkinchidan bizgi mush salonning bo'shliqini bergan tinshun guruhi mayitimning yumurlari qiziq chig'iva deytamdi. Men bu Uyg'ur so'z degandikin u mahvating tushunmaytamdi. Sa deb o'tirdi. Shuning uchun zembilen zeykeni bilsanglar
Ayo, tadiniga, yomoma, havdixinga, fiçan hav, dep qas ecep emas. Şuna silami manda biz zembilen zekeni bisip koyan, ama yumurlarını davri. Muş bir güne, Qashqarda kitpasam, muş bir bala jiqilib tushdi de. Abi jiqilib tushgan balani julab qo'yab, ukam xap jiqilmagan, ko'nglini yerim qilmadi dedim bir 7-8 yoshda chamizdik balki. Qarsam kiyim-kechaklari maynato kitibdi de. Yani jiqlayver. Nim bo'ldi, nimga jiqlaysa? Desam, qaysi uyga borsam meni kishi juydiga ish chiqdi. Dedi, "Voy, kirni o'zing juyamsa?" Desam, "O'zim juyamman, meni bir kir juyib berdigan xotinim bo'lmagan ekan." Mush ömür tarixida Qashqarga faqatli kelib baxmagan bir adash Qashqarga kelibdi-da, mashinliq. Kelibla mush yitgani oldida uzuksizlik yo'q yadilar. Vaqtida mashina kenik yanduribli mengshi qatnashchilar to'sabdi-da. To'sab efendim, maqqiğiniz bo'lmadi. Endi bu qancha o'sima pravni o'qib olgan bo'g'itoq Chavshining emas-da. Oy, yo'q, Chavshining emas-da. O'qib qo'ygan, men Qashqarga tunji qitim kelgandim, shuni bir tushunmay qaydirib saptim, xafa bo'lmasanglar. Qashqarga tunji keldik dedi ya. Balduroq desang olmam tuna. Sil to'sab tug'icha, ma yo'lni o'tirdik, Rishad qildim, bo'sab ilib tutibmiz. Qanda, kayfiyat yaxshi bo'latamda? Kulib atamsizlar? Kulib turinglar. Ha, finshang, denzen finshang. Impi 30998 deb salon kisangli buto. Men yana shu o'zimning beshidan o'tgan ishladim deb biray. Qashqarlik bir ag'inam bilan oshxonaga kirdim. Ras bo'lgan gapchiman, men yo'mir emas. Oshxonaga kirib o'tirdik. Hech kim tomoq so'rab kelmaydi bizdan. 10 minutga o'tirib bir Qashqarlik ag'inam mulozim qizvali qarab qoldi-da, "Ya xon! Ha, yaxshimisiz? Qaysa be, bizga ishki kiyimlik shiping duxovga chiqib bermanla." Qaysan nimdatla bu oshxona bu, shiping duxovga chiqmaymiz. Unda olsa nima chiqsin va'da? Tomoq chiqmas. Unda biz tomoq so'mamliqinim. Vay, onun için ünçvala bir sisik yapıp bitişine acıtı qaysa unutib qaptimi. Ya bana, nemiyeyla? Bizgamış lagmende işkine. Kavaptan 40'ni qo'yamdiq ya. Qaysa kavaptan 40'ni qo'ydiganqa biz be bishodining edimini ekkanmidiq. Mabit telipcha qavlag'ini bilan ishkelelim yemas. Kavaptan 4 os bo'ldi. Eli qiz tamoqni yezib kirketdi, lekin choy ekepirdi qaydam yo'q-da. Og'inem turib biqib chidiyamidi bu. Birdam siz kep qilolmasa, anikilik badallari qichiqaq chiqdigan ish emasmi? Mulozim qizval yencha aqadi. "Makasa xon." "Ha, nimdayla?" "Qaysa, ma bishkoy pol. Ha bo'lmay, endi kutgan chiqib dikini mineral suvdan bishbodlik ichirib paysa, chay olmagan dikin ma ashxonda. Ba, mulozim qizma kayni-kaynidan sisiq kep anglab olgan dikin, uningma chiqib kepdi. U kirib ketiblam. Ishki chaynak chiqib dokki qo'yib, "Mana to'yalima. To'ymay qasir endi sijma chilekdi chiqima." Devida og'inem gap qilmay chayni qo'lga ilib, "To'yamiz. Biz bu çayni içmez, munchiga tushmaymiz." Dep shunda bir ishlar bo'lgan hamda burun 2011-yillarda shuni tepagim keldimda.